Yo, hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Nightboyjon obunachilar va bizning yangi video roligimizga xush kelibsizlar bo'ldi. Hozir kimdir taqlab to'rtta eshikimi? Jitel nimaga? Nightboy qalaysan? Qishloqda kamalli do'kon ochilibdi. Kirib ko'rsang yaxshi bo'lardi. Aha, mayli. Mayli, men uni boshqa Jitelga ketaman. Mayli, Jitel, davay charchama deyim bersan. Xo'p. Bola, hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Nightboybek, ya'ni Nightboyjon obunachilar. Bizning yangi video roligimizga xush kelibsizlar. Bolalar, hozir ko'rganinglardek Jitel kamalli do'konni men tushunmay qoldim. Kamalli do'kon ochilibdi. Men tushunishim bo'yicha yine. Mayli, hozir ko'ramiz. Undan oldin qani podpischikarim, obunachilarim 1000 taga qarab ketayotgan ekan. Bunga sizlarning hissanglar katta yordam bergan bo'lardi. Tıkılıp qoldim juda shu. Bo'ldi. Sizlar yordam beraversanglar, bizga tezroq 1000 ta bo'lardi. Xo'p, mayli. Tak, mana shu bo'lsa kerak obunachilar, hozir bilamiz. Jitel, yaxshimisan, tuzimsan, nima gaplar? Jitel, xullas menga mashdagi narsalaringdan kerak. Bu yo'lda savolingga javob berasan, to'g'rimi? Tekninga ishlatishga. Hammasi o'zimga qoladimi shunda? Jitel. Xo'p, tak, hozir qarangda, men ozgina o'ylab olay, keyin javobini aytaman. Obunachilar, hozir bu menga bitta savol berar ekan, o'shanga men to'g'ri javob bersam, bu menga berar ekan mashinaslarni. Xo'p, Jitel, savolingni ber. Webcam serveri qachon 1.5 k bo'ladi? Men qayerdan bilaman, Jitel. Mayli, senga aniqini aytaman. Yoz oxirigacha. Javobing to'g'ri va senga hamma narsada tekin. Jitel, senga kattakon rahmat. Endi men hozir hamma narsalaringdan foydalanib chiqaman. Xafa bo'lmaysan, endi hammasi menga tekin, o'zingga olsam bo'ladi. Ha, bemalol. Jitel, senga ham kattakon rahmat. Hozir mana kamroq narsa oldim, keyin qolganini ham hozir yana olib obzor qilaman. Birinchi bu rang-barang olmos. Xo'p, bu rang-barang. Bu cho'p demaydi. Oddiy cho'pdan uronni ko'proq olarkan, ya'ni jonni. Men bu yerlarni ham, bloklarni ham sindirish bu cho'pda osonroq bo'lar ekan. Xo'p, masalan, buni urib ko'ramiz, yo'q qilib qoldi. Xo'p, urib ko'ramiz. 1 3 4 4ta, почти 5ta. 5ta bo'lar ekan. Rainbow Jet. Bu nima unchalik tushunmadim. Menimcha bu Saltus kerak edi. Jetmi bu Jetga men bu Elytraga o'xshagan. Hozir qaraymiz. Bo'lmadi. Bu Salutga o'xshagan narsa rostmi? Meni o'ylashim bo'yicha Jet deb qo'yibdi. Meni o'ylashim bo'yicha shunaqa narsa. Unchalik tushunmadim. Hop, Rainbow olma, Apple yani. Jonimizni ko'paytirib berdi va bizga qanaqadir nechta effekt berdi. Ko'rinmaslik damlamasi ham bor ekan, sakrash va tez yurish ko'p jonli berdi. Bu oltin, o'qitilgan oltin olmadan va oddiy oltin olmadan anchagina kattagina farq qilar ekan. Sizga ham maslahat beraman, bizning qishloqqa kelib shu olmalardan olishni. Agarda shu mod kerak bo'lsa, bizning Telegram kanalimizda bor. Telegram kanalimiz bo'lsa, kommentariyada va opisiyaniyada bor. Hozir Jitelga qo'shamiz. Mana. Nima bo'lyapti? Jitel, nima bo'lyapti? Yo'g'a roh keldi. Jitel, qochish kerak bu yerdan. Ishondi Jitelga hazilga. Ana bularni qo'rqitamiz. Bu nosga bu nima ko'rib qo'ygan, nos chekib turganna, kirsa yaxshi emas. Sen adem bo'lib qolsa yaxshi ish bo'lmaydi lekin. Mayli, uyda qayta spam bo'ladi. Rainbow Jet, Elytra. Yaxshi, unda. Tak. Rainbow Elytra. To'g'riroq tushuntirganda. Qani, buni bossa, Rainbow Elytrani bossa, ustiga bossa, demak bizani tepaga sakratib yuborar ekan. Lekin Jitel yaxshi narsa sotar ekan. Demak bu raketali Elytra, gap yo'q. Gap bo'lishi mumkin emas.
Men endi qachon pastga tushar ekanman? Bulutlar ham ko'ringani yo'q hali. Ana sakroramiz bo'ldi. Jonimiz ketmadi shunda ham. Shunisiga men hayron qolyapman. Xo'p, endi kelinglar, yaxshisi mana bu kirkani olamiz va buni birinchi urinishdayoq sindirib qo'ydi. Gap bo'lishi mumkin emas. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Men bu kamalakli narsalarga tan berdim, to'g'risini aytsam. Xo'p, bularni obzor qilib bo'lgan bo'lsam, ya'ni sizlarga ko'rsatib bo'lgan bo'lsam, invertarimni pastroqga olib qo'yaman, ya'ni teparog'iga. Uzr, adashib ketdim va biz bunday blok qo'yamiz va sindira olmayapman buni nimagadir. Xo'p, mayli, hozir aniq qilaman. Sindiramiz. Yo'q, bu qandaydir narsa berdi menga. Hozir bulardan nimadir yasashga urinib ko'ramiz. Xo'p, mana shu narsa bo'lishi kerak. Qani buni bundoq qo'yamiz. Yo'q, ishlamay chiqadi. Bu nima ekan endi? Rainbow Shard. Nimaligiga uncha tushunmadim, hozir bilib olamiz. Bu demak bu bloklarni buzishga yordam beradi. Ya'ni ustachilikka juda ham qo'l kelar ekan. Ya'ni oddiy qo'lda bizgandan shu narsada bizgan yaxshiroq ekan. Va mana bu narsalarni ham, yog'ochlarni, yerlarni, toshlarni ham osongina buzib beryapti. Xo'p, mayli, sindirmaymiz, kelinglar, davom etamiz boshqasini ko'rsatishda. Xo'p, biz buni nimaligini bilib oldik. Asosiysi shu. Xo'p, endi bu yoqdan qilich, topor, ya'ni bolta, tesha va lopatkani olib olamiz va tepadan esa aslahalarni keyinroq olib olamiz. Xo'p, kelinglar, buni ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu qilich, ya'ni bu oddiy qilich emas menimcha. Xo'p, sigirni nechta urinishda o'ldira olar ekan? 3 marta shu qilich bilan ursam o'ldira olar ekanman. Bunisida 4 ta urinish, mayli, hech qisi yo'q bo'lib turadi. Bu 3 ta yoki 4 ta. O'rtacha normal holatda, demak 3-4 ta urinishda o'ldira olar ekanman. Xo'p, endi esa bu kirkan kuchini ko'ramiz deyotgandim. Bir urinishda 3 ta yoki 2 ta 3 ta blokni sindirib yuborar ekan. Bu bizga juda ham qo'l keladi. Xo'p, buni otamiz. Bu o'qli narsa ekan. Menga bu kamalakli bronelar yaxshi yarashdi. Mana sizlarga ham ko'rsataman. Mana maslahatim, sizlar ham bu modni o'rnatib olinglar. Sizlarga ham tavsiya beraman. Bemalol ishlatishingiz mumkin mening Telegram kanalimdan olib. Bu men Sonicga o'xshab ketdim. Ya'ni tezkor Sonic, o'sha multfilmlardagi. Xo'p. Bu lekin juda tez ekan. Bu o'g'rilarga qo'l keladi. Ya'ni men sizlarni aytayotganim yo'q. Qishloqdagi o'g'riliklar bo'ladi-yu, o'shandagi o'g'rilarga. Mana bu juda ham tez yugurar ekan, yoki-da politsiyachilarga ham bu qo'l keladi bemalol. Jitel, nima gaplar? Yaxshimisan? Ishlaring yaxshimi? Bo'ldimi? Qaraman, senga bittasi ko'rsaman. Qalay, bu yoqdimi? Menga ham yoqdi. O'zi bir befarosat Jitelsanda o'zingga sahab bo'lsanmi? Bu ham endi uyda spam bo'ladi, bechora Jitel. Nimaga men o'ldirdim uni? Sababi chunki ana kuni meni uyimga nosin otib ketgan u. Nosini tupurib ketgan, ya'ni. Mayli, Jitel, senga kattakon rahmat. Bu narsalarni menga berib turganing uchun men sendan juda ham xursandman. Mayli, o'zingni ehtiyot qil. Men bo'lsa ketdim. Lekin bu kiyimni juda ham zo'r ekan. Menga yoqdi bu kiyimda. Xo'p, bularni yechib qo'yamiz endi va bo'ldi. Aytgancha Jitel, bu narsalar o'zingga qoladi endi, to'g'ri tushunasan? O'zing bilan shunaqa kelishgan edik. Okey. Xo'p, mayli bo'ldi. Shu videoni shu joyga chiqarganlar uchun hammaga kattakon rahmat. Keyingi videorolikimizda ko'rishguncha bay bay.